Bismillahirrahmanirrahim. Yangi o'qim ingliz tili kitob 1-kitobning 4-darsiga keldik. Lesson 4. Is this your? Bu sizning falonni narsangizmi degan jumla shaklini o'rganamiz. 2 darsda o'rganib bo'lgan, yana takror keltiribdi bu kitobda. Is this your deb keyniga bir narsaning ismini qo'ysak, bu narsa sizning falonni narsangizmi degan jumlaga aylandi. Masalan, tuvandagi rasmlarga qaraydigan bo'lsak, is this your pen? Bu sizning qalamingizmi? Ya'ni gangbi qalam, rang qalam. Is this your pencil? Bu sizning qarindosh qalamingizmi? Is this your book? Bu sizning kitobingizmi? Is this your watch? Bu sizning soatingizmi? Is this your coat? Bu sizning paltoringizmi? Is this your dress? Bu sizning ko'ylagingizmi? Is this your skirt? Bu sizning yubkangizmi? Is this your shirt? Bu sizning ko'ylagingizmi, usti kiydigan. Is this your car? Bu sizning mashinangizmi? Is this your house? Bu sizning uyingizmi? Is this your suit? Bu sizning kostyum berilganingizmi? Is this your school? Bu sizning maktabingizmi? Is this your teacher? Bu sizning o'qituvchingizmi? Is this your son? Bu sizning o'g'lingizmi? Is this your daughter? Bu sizning qizingizmi? Endi yangi so'zliklarni o'qib o'taylik. Suit kostyum berilgan. School maktab. Teacher o'qituvchi. Son o'g'il. Daughter qiz. Lesson 5 5-dars. Yangi so'zliklar. Mr. Efendim. Good yaxshi. Morning atigan. Miss xonim qizchaq degandek yoki. New yangi. Student o'quvchi. French fransiyalik. German germaniyalik. Nice güzel yaxshi. Meet uchrashish. Japanese yaponiyalik. Korean koreyalik. Chinese junguluq. To ham mu degandek. 5-darsning dialoglarini anglaylik. Good morning. Good morning, Mr. Blake. This is Miss Sophie DuPont. Sophie is a new student. She is French. Sophie, this is Hans. He is German. Nice to meet you. And this is Naoko. She's Japanese. Nice to meet you. And this is Chang Woo. He's Korean. Nice to meet you. And this is Lu Ming. He's Chinese. Nice to meet you. And this is Xiao Hui. She's Chinese too. Nice to meet you. 5-darsning tekstini tarjima qilib o'taylik. 5-dars nice to meet you degan sizni ko'rib va xush bo'ldim degan gap. Good morning. Atiganligingiz xayrli bo'lsin. Good morning Mr. Black. Black efendim atiganligingiz xayrli bo'lsin degan gap. This is Miss Sophia DuPont. Bu bo'lsa Sophia DuPont xonim. Sophia is a new student. Sophia bo'lsa bir yangi o'quvchi. She is French. U fransiyalik. Sophia, this is Hans. Sophia, bu bo'lsa Hans. He is German. U germaniyalik. Nice to meet you. Sizni ko'rib va xush bo'ldim. And this is Naoko. And degan ham, mu, va degandek gap. Va bu Naoko. She is Japanese. U bo'lsa yaponiyalik. Nice to meet you. Sizni ko'rib va xush bo'ldim. And this is Changwoo. Va bu bo'lsa Changwoo. He is Korean. U koreyalik. Nice to meet you. Sizni ko'rib va xush bo'ldim. And this is Lu Ming. Va bu Lu Ming. He is Chinese. U bo'lsa junguluq. Nice to meet you. Sizni ko'rib va xush bo'ldim. And this is Xiao Hui. Bu Xiao Hui. She is Chinese too.
umu junguluq. O'shadagi umu degandagi tu, mu degan gap. Nice to meet you. Sizni ko'rib baxush bo'ldim. 5-darsdagi grammatikalik nuqtalar. Nice to meet you. Sizni ko'rib baxush bo'ldim. Good morning. Atiganligingiz xayrli bo'lsin. He is German. U Germaniyalik yoki u Fransiyalik, Yaponiyalik deb mushundaq ishlasak bo'ldi davlat tavalligini qatib. Mr. Apandim. Kayniga ismini qo'ysak, falan apandim. Miss xonim. Kayniga ismini qo'ysak, falan xonim bo'ladi.